bizga namuna. Taniqli ishbilarmonsiz. Aytingchi, tadbirkor bo'lishga sizni nima undadi? Bilasizmi? Bolaligim juda ham og'ir o'tgan. Ota-onam ro'zg'or kamchiliklari deb juda ham ko'p janjallashardi. Bir kuni onam yig'ladi. O'g'lim, sendan juda ham katta umidlarim bor. Sen bizni umidimizsan degan so'zlari meni mana shunday tadbirkor bo'lishimga, mana shunday rivojlanishimga katta hissa qo'shgan. Mana tadbirkor bo'ldim, yaxshi yashayapman. Ishlarim yaxshi. Lekin o'ziga ishongan odam, o'zi harakat qilgan inson hech qachon yiqilmas ekan. Mana davlatimiz ham tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayapti. Meni niyatlarim shundan iboratki, bundan keyingi tadbirkorligimni ham, bundan keyingi ishlarimni ham, maqsadlarimni ham juda katta qo'yganman. Men o'ylaymanki, kelajakda bu tadbirkorligimni rivojlantirib, investitsiyani bizni yurtimizga olib kelib, qanchadan qancha ishsizlarga ish bilan ta'minlab, ularga ko'maklash maqsad.